Tadbirkorlar diqqatiga. Biznesingiz nomini nima uchun patent qilishingiz kerak? Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, patent bu biznesingiz nomini pasporti hisoblanadi. Agar siz O'zbekistonda yashaganingiz bilan sizda O'zbekiston fuqarolik pasporti bo'lmasa, siz O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaysiz. Biznes yo'nalishida ham biznes nomi patenti sizda bo'lmasa, bu nom huquqiy jihatdan sizniki emas. Agar siz biznes nomini patent qilmasangiz, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Misollar tariqasida ko'rib chiqamiz. Sodda qilib tushuntiraman. Hozir Korzinka brendi patentlanmaganda qanday vaziyatlarga duch kelishi mumkin edi? Deyarli 20 yildan beri faoliyat olib borib kelayotgan Korzinka nomini istalgan odam o'zi uchun patentlab olishi mumkin edi. Va haqiqiy egalaridan uni tortib olish imkoniyati paydo bo'lardi. Undan tashqari, bu nomdan foydalanib kelayotganliklari uchun tovon puli undirish imkoniyatlariga ham ega bo'lardi. Birinchi navbatda 20 yillik mijozlar oqimini yo'qotishga to'g'ri keladi. Ikkinchi navbatda o'zi uchun yangi brend bilan rebrending qilish kerak. Uchinchi navbatda bu brendni yana eski holatiga qaytarish uchun marketingga xarajatlar va yillar sarflash kerak. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, kompaniyani noldan qurish kerak bo'lardi. Agar siz ham bir necha yildan beri faoliyat olib borib kelsangiz va brendingizni patent qilmagan bo'lsangiz, sizni ham xuddi shunday vaziyatlar kutib turgan bo'lishi mumkin. Istisno tariqasida bir narsani aytib o'tib ketaman. Har qanday holatda ham bitta yo'l bilan o'z brendini patent qilib olgan insondan ham tortib olish mumkin. Buni qanday yo'l bilan qilish mumkin ekanligini videoning oxirida eslatib o'taman. Undan tashqari yana bir eslatma. Korzinka brendi O'zbekiston va xalqaro miqyosda juda ham kuchli himoyalangan brendlardan biri. Agar siz biznesingizni patentlagan bo'lsangiz, qanday yutuqlarga erisha olasiz? Birinchi navbatda raqobatchilaringiz orasida eng katta yutuqqa ega bo'lasiz. Ya'ni sizning nomingizdan tarqalayotgan har qanday mahsulot, har qanday ma'lumot va har qanday reklama manbalari bo'ladigan bo'lsa, o'z brendingiz va biznesingizni sud orqali himoya qilish huquqiga ega bo'lasiz. Ikkinchi navbatda sizning nomingizdan foydalanib bozor ulishingizga ega bo'layotgan har qanday insonga nisbatan tovon puli orqali bozor ulishingizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Uchinchi navbatda har qanday vaziyatda ham xotirjam biznesingizni yurita olasiz. Endi statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarimizga qaraydigan bo'lsak, 2017-yilga kelib brend nomini patentlash uchun 4713 nafar talabnoma qabul qilingan. Undan keyin 2019-yilga qaraydigan bo'lsak, bu talabnomalar soni 8419 taga yetgan. Va oxirgi yillardan biri 2024-yilga qaraydigan bo'lsak, biznes nomini patentlash uchun O'zbekistonda 21106 ta talabnoma qabul qilingan. Endi o'ylab qarasak, bu talabnomalar orasida sizning biznesingiz nomini ham kimdir patentga topshirgan bo'lishi mumkin. Bu raqamlardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kungacha sizning biznesingiz nomini ham kimdir patentga topshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu holatlarga to'liq yechim olish va sizni biznesingiz o'zi patentlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi, shu va shu kabi har qanday savollarga javob olishni xohlasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu holatga to'liq yechim olish uchun, ya'ni sizni brendingiz patentlasa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, yoki patentlanganmi, yo'qmi, shu va shu kabi har qanday savollaringizga javob olish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Tepadagi istisno holatimizga qaytadigan bo'lsak, sizning nomingizni kimdir patentlab olgan taqdirda ham siz qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun sizga raqobat qo'mitasi yordam beradi. Siz uning uchun qanday talablarga javob berishingiz kerak? Birinchi navbatda siz bu nomni patentlagan insondan oldin biznesingizni boshlagan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi navbatda siz bu brend nomini xalq orasida ko'proq mashhur qilganligingizni isbotlay olishingiz kerak. Uchinchi navbatda ikkala tomoni ham kuch teng kelishni boshlasa, bu nomni kim ko'proq mashhur qilganligi to'g'risida ovozga ham qo'yish imkoniyatlari bo'ladi va siz u yerda ko'proq ovoz yig'ishingiz kerak. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bularning barchasi sud qaroriga bog'liq bo'lib qoladi. Bu vaziyatda siz birinchi navbatda asab yo'qotasiz. Ikkinchi navbatda vaqt yo'qotasiz. Uchinchi navbatda esa patentlash uchun ketadigan xarajatdan kamida 15-20 barobar ko'proq bo'lgan xarajat qilishni boshlaysiz. Bunday turdagi muammolar sizning sog'lig'ingizga yaxshigina ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni asab yo'qotasiz. Xuddi shunday muammolarga uchramaslik uchun pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.